savdoni yopsa ham bo'ladi. Hop, bugungi holat bo'yicha minuslar bo'ldi, yo'q emas, ko'rishingiz mumkin. Birinchi $76 urdi. Qolgan pozitsiyalarimiz 130-150 dan 0.20 ochdi. Keyingi pozitsiyamiz hammasini qoplab ketdi. Bugungi holat bo'yicha $589 foyda. Xo'p, сделкаlarimizni yopdik. Qolgan pozitsiyalarni kutamiz. Xo'p, sразу ko'rsatib ketaman. Bozor yana razvorotli modelga tushdi. Katta ehtimol bilan biza boya tepani olgandik. Примерно mana bu joyda deydi 43-33. Katta ehtimol bilan bozor mana shu 43-33 ga chiqib ketishi mumkin. Bizada mana bu zonani hisobiga, mana bu zonada kichkina time frame'da yopilish bermaganligi uchun buy pozitsiyalarimizni ushlab turgandik, lekin bu buy pozitsiyalarimiz yechdi. Keyin уже ikkinchi zonadan harakat qilib ko'rishga qaror qildik. Bu joyda zonani oldik, bu joyda tepani oldik. Bo'ldi. Bugungi kunga allaqani to'xtatdik. Boyiga tepamiz ham oldi. Mana boya tepa qo'yib qo'ygan tepamizni olgan bo'lardi hozir. Biz voqliroq yopdik. Sababi keragidan ortiq уже plyusini oldi. Hop, aytilishi mumkin nimaga katta minuslar. Shunaqa bo'ladi. Ya'ni savdoda agar hozir naprimер 0.27 dan minus qilganda biz keyingi pozitsiyaga oshirib borardik. Ketma-ketlik degan narsa bor, ya'ni ketma-ketlikda bozorda hech qachon ketma-ket 4 ta yoki 5 ta stop ola olmaysiz. Tepani olasiz. Lot size oshirib borganligingizni hisobiga sizda o'sha qilingan minuslar ham, qilingan zararlar ham qoplanib boradi. Ko'rayotganinglardek tilla uchib ketdi. O'sha biz zonamizni teknologiyani ushlasak ham bo'lardi. Foyda yetarlicha bo'lganligi uchun biz pozitsiyani yopdik. Ko'pchilik aytishi mumkin, momentda общий olganda katta lot bo'lib ketyapti bu yerda. Lekin bu yerda katta lotga hisoblanmaydi. Bu yerda har bitta pozitsiyaga nisbatan hisoblanadi. Bu yerda o'sha o'zimizning pozitsiyamizni oldik. O'shanga yarasha yechib ketdik. Mana hamma pozitsiyalar ko'rinyapti. Stop, tepa, hammasi. Bozor o'sha shotimiz 154.62 584 shotimiz, original shotimiz 32.957 foyda deydi. Bugun $33.547 foydada. Shunaqa gaplar akalar. O'zinglarni ehtiyot qilinglar, charchamanglar, sog' bo'ling. Xo'p, ko'rib turganinglardek ideya как положено отработкасini qildi. Manziliga yetganimni mana shu M15 tepadagi 4336, 4338 zonalari shu joygacha keldi. Biza mana bu joyda entrini amalga oshirgandik. Mana bu joyda bozordan chiqib ketgandik. Hop. Bozor poложено mana bu yerdagi 43-26 zonamizdagi tepaga ham kelgan bo'lardi. 43-36 zonamizdagi, ya'ni mana bu joyda kirilgan zonaga ham kelgan bo'lardi. Bir xilla menga yozibdi, debdi, kichkina pozitsiyalar ushlayapsiz, boshqa qilyapsiz debdi. Bu sistemani tizimi shunaqa. Ya'ni 4 punktli, 5 punktli harakat ushaladi, bo'ldi, tamom. Kulli mana shu harakat yetadi. Agar kimdir bizni nima deydi, kirayotgan tochkalarimizni muammo qilayotgan bo'lsa yoki yana yo'nalishlarimizni muammo qilayotgan bo'lsa adashasiz. Bu narsani biz sizlarga isbotlashimiz yoki boshqa qilishimiz umuman shart emas. Sizlarga yozib video qo'yaman, videoni ko'ringlar. Ya'ni abadiy gruppaga yakshanba kuni dars o'tganimda как положено ideyani berganman. Qatdan
qayergacha yurishini. O'sha narsani ideyasini men hozir mana shu videoni qisqa joyiga qo'yib qo'yaman. Bemalol ko'rib olsanglar bo'ladi. Buzilmagan. Chunki oldingi kunga nisbatan pastga yopilib qoldi. Endi bilmadim. Dushanba kuni ko'ramiz. Katta ehtimol bilan dushanba kuni srazu bum deb impuls otib yuborishi mumkin lekin. Bu narsaga ham anaqa bo'linglar, hushyor bo'linglar. Sababi bizada o'zidan oldingi korobkani buzib qo'ygan tana bilan orqaga kelgan, bu joyda srazu impuls bo'lishi ehtimoli yo'q. Ko'rib turganinglarda, ideyani bayini men bozor ochilmashidan oldin berib qo'yganman. Ideyani bayini bozor ochilmashidan oldin berganman. Men lichni o'zim o'sha soat o'sha 3ta, 3:30da ochilganda, bozor ochilganda kira olmaganligim uchun, ya'ni tura olmaganligim uchun, uyqudan turmaganligim uchun men o'sha pozitsiyani qo'yib yuborganman. Agar men o'sha joyda uyg'onganimda bay pozitsiyani men ham ushlagan bo'lardim. Ya'ni bitta pozitsiyani o'zida srazu tepayim olgan bo'lardim. Shuning uchun bu bozorda kimdir stop bu bozorda kimdir stop yemaydi degan narsani o'zi yo'q. Hamma stop yeydi, hamma trader yeydi. Agar sizlar o'sha prям kar qilayotgan mana bir ikkita odam bittasi yozibdi menga, "Okey" deydi, $300 ishlash uchun 10 lot ochibsiz u deydi. 10 lot ochilgan. Endi bitta savol bor. 10 lot qanaqa ochilgan? Birinchi 0.27 lotdan 3 ta ochilgan. Keyin uni bir-birini minusini qoplash uchun 6 ta ochilgan. Ana undan keyin qolgan lotlar ochilgan. Eng qizig'i, bu lotlarni общий hisoblaganda 10 lot chiqadi. U ana bitta zelka uchun 10 lot ochilmagan u joyda. Shuning uchun bu narsani birinchi gapirishdan oldin, birinchi ko'rsatishdan oldin yoki bu narsani qanaqadir taqdim qilishdan oldin birinchi o'ylab ko'rish kerak kalla bilan. Nimaga o'zi katta lotlarni ochgan? Nimaga har safar lotlarning hajmi oshib borgan? Shu narsani siz o'zingiz uchun xulosa chiqarganingizdan keyin tushunib yetasiz. Ya'ni ko'pchilik bu sohada shu risk holatlarini mana kitobiy o'zicha hal qilganligi uchun ham bu sohada men ochayotgan lotlarimni, men ochayotgan o'sha men o'zim kontrol qilayotgan risk holatlarimga bu tushuncha hosil qilmaydi. Alhamdulillah. Qo'pol qilib aytganda, o'zini qo'lidan hech balo kelmaydi. Na stabilniy trade qila oladi, na umuman bu sohada foyda qila oladi. Lekin aytdi kommentariy kirib olib, kar qilib hamma Instagramga kirsa hamma joyi 00 bo'lib yotibdi. O'zi uchun fake account ochib olib, hammani nima qilib yuradi, ya'ni hammani anaqa qilib yuradi, negativ qilib yuradi. Nimaga? Sababi kimdadir o'qigan, kimdadir ta'lim olgan, qo'pol qilib aytganda yegan, qo'lidan hech balo kelmagan, shuning uchun ham o'tirib olib faqat negativlarni yozadi. Bemalol yozursin. Menga lichna вообще farqi yo'q. Prям вообще farqi yo'q. Men odamzodni gap so'ziga, meni orqamdan gapirayotgan gapiga umuman prям ahamiyat qilmayman. Umuman. Menga umuman qiziqaman. Men o'sha gapirayotgan gapiga объяснение berib ketdim. Xohlasa olsin, xohlasa olmasin, и всё. Bu narsa men o'zim uchun qolman, o'zimning kontentim uchun qolman, o'zim uchun bu narsani yurg'izolman. Ya'ni realni bu narsani qilsa bo'ladi. Va bu narsani sizlarga ko'rsatib boraman. Va bir oy davomida ko'rasizlar. Mana shunaqa katta risk qilsam ham, baribir depozit 30 mingdan bu yoqqa tushmaydi. Ya'ni hozirgi foydani hisobiga 30 mingdan bu yoqqa tushmaydi. Men prям garantiya beraman. Xudo xolisa, Alloh kuch-quvvat berib tursa, shu narsani men sizlarga ko'rsatib beraman. 30 mingdan bo'ldi, biz 33 mingga chiqib oldik. 30 mingdan pastiga tushmaydi bozor. Ya'ni biz o'sha kiritgan depozitimizni 30 mingdan pastga umuman tushmaydi. Mana shuni risk holatda ko'rib olasizlar. Bugungi 15-dekabrdagi savdoyimiz tugadi. Hamma narsani ko'rsatib berdim. Xudo xolisa, ertaga 16-dekabr, ya'ni seshanba kuni ikkinchi pozitsiyani kiramiz. Har doim har xil chiroyli pozitsiyalar bo'ladi. Hozir bugungi dushanba bizlar qiynagan bo'lsa, seshanba, chorshanba, payshanba, juma вообще idealniy pozitsiyalar qilishimiz mumkin. Shuning uchun bu narsani o'ylamaymiz. Trader, men bu bilan trader. Qanaqadir o'ylashlar bilan yoki omadlar bilan yoki qanaqadir hozir yuradi degan narsa bilan trader emas. Shuning uchun hammalarga assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Sog' bo'ling.